Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli YouTube kanali obunachilari, kanalimizga yangi bo'lgan akalar, ukalar. Avvalambor navislarimizni tanishtirishdan oldin kanalimizga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Biz bu navisimizni Jizzax viloyati Arnasoy qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Navislarimiz bir ko'rib baho berishingiz mumkin. Tanishtiramiz navislar bilan. Navislarimiz juda ham ko'rkam, chiroyli chiqqan, inshaalloh. Endi bu navislarimizni tanishtiradigan bo'lsak, navisimiz uzunasiga 33 metr, eni 4,5 razmerga tayyor bo'ldi. Общий summasi 51,8 mingga ustanovka bo'ldi. Navisimiz polni 1.7 qalin profillardan foydalanganmiz. Shadalarning oralari ham qalin qo'yilgan, 38 razmerlarga qo'yib, qalin qilib ko'rkam, chiroyli ko'rinishdagi navislardan qilganmiz. Kimga shunday navislar kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha bu navisimiz shumkali navis hisoblanadi. Jizzax viloyati bo'ylab butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Kimga shunday navislar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir tanishtirib qo'ying.